Assalomu alaykum ahli xaloyiq. Mana bizning yo'llarimiz Qumqo'rg'on Gagarin Joziba mahallasiga kirish. Iltimos sizlardan mutasaddilar mana shu yo'llarni sozlab berishingizni so'raymiz. Mana yo'llarda qanday yursa bo'ladi? Ahvolni qarang. Hali bu eng yaxshi joylari. Hozir shu yo'l davomida ko'rsatib ketaman. Iltimos aziz odamlar, mana shu iltimosnomamiz o'z egalariga yetib borishini so'raymiz sizlardan. Like, comment, podpiska hammasini qilingizlar. Egalariga yetib borsin. Iltimos mutasaddilar. Kalamam sepilib ketyapti. Oh. Ana shu yo'llarga yordam berishlaringizni so'raymiz. Oh, voy. Mana shu yomg'ir yog'di deguncha hamma joy ochilib qoladi. Sizlardan katta iltimos qilib so'raymiz mutasaddilar, mana shu yo'llarga bir qarangizlar. Mana shu 2 yil, 3 yildan beri ana bo'ladi, mana bo'ladi deb kutamiz. Hech bo'lmayapti. Iltimos. Mana shu katta yo'ldan kirguncha mana shu ahvol. Joziba mahallasiga yetib borguncha. Voy. Parlaq yo'l sapqo'zi tugadi.